Joriy yilda viloyatda 260,8 million kilovatt soat elektr energiyasi va 71,8 million kub metr tabiiy gazni tejash vazifasi belgilangan bo'lib, bugungi kunga qadar 45,5 ming kilovatt quvvatdagi quyosh panellari, 73,7 ming litr hajmdagi geokollektorlar hamda 314 ta reaktiv kompensator o'rnatildi. Shuningdek, elektr va gaz tarmoqlarini ta'mirlash, energiya tejamkor uskunalarni joriy etish ishlari davom ettirilmoqda. Bundan tashqari, Texnika instituti professor-o'qituvchilari va olimlari tomonidan viloyatda elektr energiyasi hamda tabiiy gaz yo'qotishlarini kamaytirish va ularning oldini olish bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, aholi o'rtasida quyosh panellarini o'rnatish, energiya tejamkor gaz yondirgichlardan foydalanishning afzalliklari haqida targ'ibot tashviqot ishlari tashkil etilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 14-maydagi 2026-yilda iqtisod tarmoqlarda energiya samaradorligini oshirish hamda tarmoq korxonalarida energiyadan oqilona foydalanish tashkil qilish orqali elektr energiyasi va tabiiy gazni tejashni ta'minlash to'g'risidagi 242-sonli qarorga ko'ra 2026-yilda viloyat uchun 260,8 million kilovatt soat elektr energiyasi va 71,8 million kub gazni iqtisod qilish rejasi belgilangan. Rejaga ko'ra elektr energiyasi bo'yicha 38,4 megawatt quyosh panellari, 35,5 ming elektr geokollektor, 314 ta reaktiv kompensator o'rnatish, 1348 ta transformator va 3485 kilometr elektr tarmoqlarini ta'mirlash belgilangan. Tabiiy gaz bo'yicha esa 29 mingta nostandart garerkalarni zamonaviy almashtirish, 13 mingta xonadonni ikki bosqichli tizimga o'tkazish, 62 kilometr quvurlarni va 697 gaz taqsimlash punktlarini ta'mirlash belgilangan. Bugungi kunda viloyatdagi ijtimoiy soha obyektlari, tadbirkorlik subyektlari hamda aholi xonadonlariga 45,5 ming kilovatt, 73,7 ming litr geokollektor, 314 ta reaktiv kompensator o'rnatildi. 1613 kilometr elektr tarmoqlari va 683 ta transformatorlar ta'mirlandi. 25,993 ta tabiiy uskunalarni gaz tejovchi uskunalarga almashtirildi. 10,739 ta xonadon ikki bosqichli tizimga o'tkazildi. 25,8 kilometr quvurlar va 634 ta gaz taqsimlash punktlari ta'mirlandi. Bundan tashqari, olib borilayotgan tadbirlar davomida muddati o'tgan debitor qarzdorlik qisqartirish borasida ham bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu yil boshiga nisbatan bugungi kunda elektr energiyasidan 35,5 milliard, tabiiy gazdan esa 14,6 milliard so'mlik debitor qarzdorlarning kamayishiga erishildi. Bugungi kunda viloyat bo'yicha barcha tumanlarda shtablar tashkil qilingan, shtablarda MIB, departament va boshqa mutasaddi tashkilotlar biriktirilib, har kunlik reyd tadbirlari va nazorat tadbirlari amalga oshirilmoqda. Hozirda nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda. Shuningdek, viloyat prokuraturasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar natijasida 103,1 million kilovatt soat elektr energiyasi va 39,3 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishildi. Bugungi kunda Samarqand viloyati bo'yicha kuz-qish mavsumida aholi hamda ijtimoiy soha obyektlarini o'lg'uch tashkilotini bir maromda barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlashda bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, bu yilgi manzil dasturimizga asosan gaz tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, gaz taqsimot punktlarini kapital ta'mirlash va joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kungacha 23 kilometrga yaqin gaz tarmoqlari kapital ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. Bundan tashqari gaz taqsimlash punktlari ham 55 taga amalga kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi va 3000 ga yaqin gaz tarmoqlarini joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Samarqand davlat texnika universiteti professorlari bilan hamkorlikda joylarda ishlar amalga oshiriladi. Buning negizida tabiiy gazni yo'qotishlarni oldini olish bo'yicha bir qator tahliliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga viloyat prokuratura xodimlari bilan ish guruhlari jalb qilinib, gaz ta'minotidagi yo'qotishlarni oldini olish bo'yicha, iqtisod qilish bo'yicha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Reyd tadbirlari davomida 6666 ta noqonuniy foydalanish holati aniqlanib, yetkazilgan zararlarning asosiy qismi undirildi. Shuningdek, 1833 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilib, 108 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Samarqand davlat texnika universiteti professor o'qituvchilari tavsiyalari asosida Samarqand viloyatida texnik yo'qotishlarning oldini olish va elektr energiyasi iqtisod qilish maqsadida
transformator punktlarini qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilgan holatda ta'mirlash va texnik yo'nalishlarni oldini olish maqsadidagi ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Samarqand shahridagi 1,5 mingdan ortiq aholiga xizmat ko'rsatuvchi transformator punktlari qizil, sariq va yashil toifalarga ajratildi va ularni ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Buning natijasida shahrimizga aholisiga elektr energiyasini uzluksiz va sifatli yetkazib berishga erishiladi. Bu mahalla hududida 750 ta xonadon bor edi. Bugungi kunga kelib 1064 ta bo'lgan xonadonlar soni ko'payib, transformatorlarga bosim kuchaygan. Shu munosabat bilan svetlarimiz tez-tez o'chib turardi. Hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilgandik, kelib tepalarda bir ko'ringlar. Abonentlar soni ko'payganligi tufayli tepani kuchi yetmayapti, tashlab yuboryapti har necha vaqtda bir. Shuni ta'mirlab beringlar deb aytgandik. Mana bugungi kunga kelib xodimlar kelgan, ustalar ishlab yotibdi. Tepalarda kapital ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Oldimizda kuz-qish mavsumi, shunga tayyorgarlik bo'lyapti. Viloyat prokuraturasida o'tkazilgan yig'ilishda energiya resurslaridan oqilona foydalanish, qarzdorliklarni qisqartirish va qonun buzilishlarining oldini olish bo'yicha ishlarni yanada kuchaytirish yuzasidan tegishli vazifalar belgilab olindi.